Sensizman. 3-qism. Telefonimdagi diktofonni ham stolga yaxshilab qo'yib, ayolga zoomga tikildim. Oppoq yuz, sal oqargan sochlar, o'ziga yarashgan ko'zoynak bilan xuddi qish san'atasidagi bosh qahramon ayolni o'zlari. Ko'zlari juda chuqur ma'noga ega. Lekin mehr ufurib turgan har gapida mulozamat va qat'iylik mujassam. Nega O'zbekistonni tark etgansiz? Majbur bo'lganman. Majbur? Nima sabab? Sobiq erim sabab, dedilar-da yuzini boshqa yerga tikib, uzoq o'yga toldi. Siz bu haqida ko'proq narsa yozasiz. Men bu uchun sizga o'zimni shaxsiy kundaligimni beraman. Sukutdan so'ng sal jilmayib, shu so'zlarni aytarkan, men astalik bilan keyingi savollarni berishni boshladim. Nega aynan bu kimyogar kasbini tanlagansiz? Siz maktabda ximiyadan qiynalganmisiz? Savolimga savol. Ha, juda. Ochiq aytdim. Men esa yo'q. Ximiya faniga oshiq edim. Raqamlar bilan, kislotalar bilan ishlash jonu dilim edi. Biologiya fani bilan uyg'unlashuv meni aqldan ozdirardi. Kulgancha shirin entikib qo'yarkan, gapini davomida. Hali ham bu fanga oshiqman. Demak, oshiqlik. Ha, shunday. Ilm fandan tashqari yana qanaqa mashg'ulotlarga qiziqasiz? Sizga yolg'on gapirib nima qilay? Dam olishim boshlanishi bilan birinchi yaxshilab uxlab olaman. So'ng o'zimni gulxonamga yo'l olaman. Men gullarni parvarish qilishni, ular bilan gap sotishga kanda emasman. Kuldim. Qaysi gul sizga ko'proq yoqadi? Menga tikilgancha birdan so'rab qoldi. Qizil atirgul. Kutganimday jilmaydim. Bizni suhbat eshikni zarb bilan ochilishi bilan nihoyasiga yetdi. Kelgan inson professorni yaqiniga o'xshadi. Bashang kiyingan bir erkak. Merxan Sadiyevni deb xitob qildim. U esa chap tomonimizda turgan kitob javonidan eski bir to'q sariqdan kelgan muqovasi qalin kitobga o'xshash bloknotni qo'limga tutqazdi va o'zbek tilida gapirgancha, bu yerda men haqimda ko'proq narsa bilasiz. Keyin men 3 haftagacha mamlakatda bo'lmayman. Ungacha bu kundalik sizga omonat, dedi menga kulimsirab. Men shunchaki boshimni chayqab, lash-lushlarimni oldim-da, xonadan tez chiqib ketishga shoshildim. Xonadagi erkaklarning nigohi esa faqat Merxan Sadiyevnida. U ayolga o'zgacha mehr va sevgi bilan tikilib turardi. Tashqariga chiqishim bilan taksiga o'tirdim. Negadir Sadiyevnaga ko'rsatilgan bu mehr menga o'zimni eslatib yubordi. Daniel doim menga shunaqa tikilardi. Ko'zlaring faqat meniki der edi. Doim sevardi. Sevardim. Uni qo'msayapman. Yoqmayapti hech narsa. Ammo mendagi g'urur u tomonga borishga yo'l qo'ymayapti. Yuragim hali ham karaxt qoldi. Mendan voz kechishi xayolimning bir chetiga ham kelmagandi. Bizni sevgi shunaqa yakun topadimi? Yo'q, menimcha bizniki yakunlangan sevgi qatoriga kiradi. Yakunlangan. Bu so'z buncha og'riqli. Mehmonxonaga qaytishim bilan yengil dush qabul qildim. Yig'laganim uchun ko'zim qizarib qolgandi. Jin ursin endi. Tagi qorayib qoladi. Shu dam telefonimga xabar keladigan ovoz xonani to'ldirib yubordi. Borib qaradim. Kursdoshim Sabina ekan. Telegramdan qanaqadir rasmlar tashladi. Parvo qilgim kelmadi. Chunki ular hozir bahorida edi. Meni bitta o'zim boshqa yerda. Rasmlarni ochkim kelmadi. Negadir yuragim g'ashlandi. Lekin bu yerda internet ancha yaxshi ishlar ekan. Rasmlar ham juda tez ochildi. Birinchi rasm kursdoshlarniki edi. Sekin o'tkazgandim, qolganlarida Daniel va parallel kursdoshimiz Sanam degan qiz ikkisi birga kulishib turardi. Kamiga Daniel uni belidan tutib olgan. Yuragim sanchib, bo'g'zimga alam degan suyak kelib qadaldi. Polga o'tirib oldim. Telefondagi rasmlarga qattiq tikildim. Guruh chati esa yozishmalarga to'la. Qizig'i ular hali ham yozishayotgan edi. Sanam onlayn, Daniel ham. Men internetga kirishim bilan Sabina menga yozib qoldi. Maftun, bizga Ukraina rasmlaridan ham jo'nat.
qanaqa shaharga ketib yo'qolib qolding? Ensi qotirgan stiker bilan birga shu xabar keldi. O'qidi, indamadim. Shunchaki endi javob qilmoqchi edim. Boshqa kursdosh qizimiz Ukraina yigitlarini rasmidan ham tashla. Ularni qanchalik ko'rkamligiga qiziqyapman desa bo'ladimi? Boshqa kursdoshim bolalar unga har xil reaksiya bilan stikerlar jo'nata ketishdi. Yoshimni artib, qo'limga telefonni qattiq siqdim-da, "O'zi kecha keldim. Hamma yaxshimi? Rasm bo'lsa rasmda. Bugun ko'chaga chiqishim bilan rasmga olib senga tashlayman" dedim-da, Daniel xabarimni o'qidimi yoki yo'qmi shuni tekshirdim. Birinchilardan bo'lib o'qidi. Sanam bunga quvonib ketib, rahmatini aytishi bilan internetdan chiqib ketdim. Yig'lashdan naf yo'q. Ko'chaga chiqqim ham yo'q. Shuning uchun uxlashga yotdim. Hech narsa yegim ham kelmayapti. Rashk ichimni jizg'anak qilsa ham shunchaki uxladim. Foydasiz bari tugadi. Uyqumni yaxshilab bo'lib, sumkamdagi o'sha kundalikni o'qishni xohladim. Mana shu 3 haftada barini yakunlab, uyga qaytishni maqsad qildim. Ko'ramiz, Daniel ungacha nimalarni boshlab qo'yishingizni. Kundalikni ochdim. Birinchi betida o'zida yosh 2 juftlikni rasmi stolga sirpanib tushdi. Bu o'sha Merxan Sadiyevnani yoshligi, yonidagi yigit esa umuman begona. Orqasidagi esa universitet binosi. Ikkalasi juda yoqimli holda turar. Rasmdan diqqatimni olib, kundalikni o'qishga kirishdim. Kundalikni eng boshini chetki joyga qizil ruchka bilan oddiy qilib "Sensizman" deb yozilgandi. Sensizman? Bu so'z buncha og'riqli bo'lmasa. Boshlashdan oldin soatimga qaradim. 18:21 bo'lyapti. Ovqatlanmaganim esimga tushdi. Lekin mehmonxonani kichik muzlatkichidan yeyishga nimadir qaradim. Yaxna ichimlik bilan chaynashga arzigulik narsa yo'q bo'lgani uchun bananli yogurtni olib joyimga qaytdim. Nima bo'lsa ham bu kichkina kundalikni tezroq o'qib, professorga ko'rsatadigan ssenariyni tayyor qilishim kerak. Men buni uddalayman. Qani Maftuna, taslim bo'lmaymiz. Faqat olg'a. Kundalikning xotiralari. 2002-yil 6-aprel. Uyqudan uyg'onishim onamning yig'isi sabab. Merxan, oyoqlarim shunday og'riyapti. Kelib oyoqlarimni qolab qo'y. Xo'p, oyi, mana turdim. Onamda revmatizm bor. Oyoq qo'llari qaqshab og'riydi. Shuning uchun hozir og'riqqa chiday olmay yig'lab meni chaqiryapti. Turishim bilan tezda soatga qaradim. Ertalabki 5:30. Choy qo'ymasimdan oldin onamga dorisi va oyog'iga har kunlik massajlarni qilib, tezda akam o'zimga va onamga shirguruch pishirishga kirishib ketdim. Aytgancha, men o'zimni tanishtirmadim-ku. Ismim oyim aytgandek Merxan. Yoshim 19da. Milliy universitetda 2-kursni bitiruvchisiman. Onam kasal. O'rnidan tura olmaydi. Ikkita akam va opam bor. Otam bizlarni meni 8 yoshligimda tashlab ketgan. Lekin vaqti bilan o'zga ayollardan bo'shab qolsa xabar olib turadi. Ammo faqat mendan, boshqa hech kimdan. Xullas, davomini keyin bilasizlar. Hozir onamga choyni berib kelmasam bo'lmaydi. O'sha kun hali ham meni esimda. Onamga ovqat choyini berib, zudlikda uydan chiqib ketdim. Bilganimda shoshilmasdan o'qishga borardim. Lekin endi kech.